boshlaganimdan beri bir dona ham garmon yoki bironta tabletka olib ichganim yo'q. Hammasidan qutulib, mana Allohga shukr hozir. Assalomu alaykum. Men Dildora Zohidova, yoshim 54 da. Men Qaral klubga bronxial astma bo'lganligim sababli kelib qolganman. Chunki men 2002-yildan beri bu kasallik bilan kasallanib kelib, juda ko'p lecheniyalar olganman. Har 6 oyda hamma vaqt kaplilar olib turganman. Postoyanno meditsinaga murojaat qilib lecheniya olib yurganman, lekin oxiriga borib shunchalik darajaga bo'lganki, asta-asta o'sha meditsina tomonidan yordam menga ta'sir qilmay qolgan. Chunki oxirgi vaqtlarda 2 oyda ham nima kapli oladigan bo'ldim, keyinchalik uje 1 oyda ham shunday bo'ldiki, haftasiga unga skori chaqiradigan bo'ldik. Chunki juda ham nafas qisishi kuchli edi. Keyin badanlarimda har xil qichmalar toshadigan bo'ldi, quloqlarimda, jenskiy organlarimda qichmalar, juda ham malochkalar bo'lib ketdim. Chunki ko'p mana bu ukol dori olgandan griboklar bo'lib ketganman. Garmonlar olganman, tinmay. Majbur bo'ldim. 24-yil yanvar oyida mana shu Qaral klubga boshqa ilojim qolmadi. Bir tanishim orqali keldim. Mahsulotni olib ichishni boshlaganimda Allohga shukr 5-kundan men o'sha rezultat olishni boshlaganman. O'sha men mana bu salbutamon olardim. O'sha 5-kundan keyin menga pristup to'xtab, mana shu narsani tashlaganman. 90 kunlik programmadan o'tdim, hammasini ichdim. Allohga shukr, menda mana shu kelib mana shu mahsulotlarni ichishni boshlaganimdan beri bir dona ham garmon yoki bironta tabletka olib ichganim yo'q. Hammasidan qutulib, mana Allohga shukr hozir yaxshiman, o'zimni juda ham tetik his qilaman.